o'smir yoshdagi qiz bilan hozirgi onalar emas, har doim kelisholmagan. Oldindan shunaqa bo'lib kelgan. Nimaga onalar qizi bilan kelisholmaydi desangiz, bu boshqa gap. Chunki onalar qizda o'zini aksini ko'radi. O'zida chiqara olmagan hamma hissiyotlarni qizi ko'rsatayotgan, o'zi qila olmagan hamma harakatlarini o'ziga o'xshamagan bo'lsa chiqisha olmaydi. Va lekin imенно o'sha o'ziga o'xshamagan deb o'ylagan qizi eng ko'p onaga o'xshagan bo'ladi. Bu shunaqa qarama-qarshiliklar-da hayotda. Agar ayol kishi o'zini onasi bilan kelisha olmagan bo'lsa, hozir ham onasidan norozi, adam bilan yaxshi yashamaysiz, siz qanaqa, masalan, ayol sifatida, ona sifatida qabul qilib bo'lgandir, o'zi ham ona bo'lgan ekan, lekin ayol sifatida o'z onasini tan ola olmagan ayollar o'z qizi bilan kelisha olmaydi. Aksini ko'radi har doim o'zini. Aksi deganda yo o'zini onasi bilan munosabatini, yo o'zidagi xarakteridagi tan olinmagan jihatlarini. Yechimi oldin o'zini onasi bilan munosabatni yaxshi qilish kerak. O'zini onasi bilan yaxshi, iliq munosabatda bo'lgan ayol qiz farzandlari bilan muammosi bo'lmaydi.